Bugungi kunda yurtimizning har bir burchagida yangi ish o'rinlari yaratish, aholining bandligini ta'minlash va ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan hududlardagi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi, yosh avlodni ish bilan ta'minlash, yangi imkoniyatlarni yaratish tumanlar rivoji yo'lida muhim o'rin tutadi. Shu ma'noda To'rtko'l tumanining Oqqamish ovul fuqarolari yig'inida yangi tadbirkorlik majmuasi faoliyatini boshladi. Majmuaning ochilish marosimida To'rtko'l tuman hokimi Rustam Shammuratov ishtirok etdi. Marosimda hokim yangidan ish boshlayotgan majmua va uning tashkilotchisini tabriklab, ularning fidoyiligi va yurt rivojiga qo'shgan hissasini yuqori baholadi. Oqqamish ovulida tashkil etilgan Tuvak ota majmuasi bugungi kunda o'z faoliyatini muvaffaqiyatli boshladi. Ushbu yirik tadbirkorlik majmuasi o'zining zamonaviy inshootlari, keng imkoniyatlari va qulay xizmatlari bilan nafaqat Oqqamish, balki To'rtko'l tumanining boshqa hududlarida ham aholining ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. İlimizde bugün bir ulu bir zdaniye açıldı, süpermarket. Öňler bir öyümüze mihman gelende merkeze varıp şu To'rtko'l'a varıp haracat ettik. Hazır şu yerde yine Xudaga şükür hemme zat var. İçinde arzançılık, gowy. Adamların bir gowunu alayın deyip hizmet edeyim deyip yine Tuvak'ta markete açıldı. Halkımız için ne şeraiti yaratıp verdi yigitler. Rahmet, biz ondan minnetdarmız. Majmuaning qurilishi va jihozlanishi uchun umumiy hisobda 1.500.000 AQSh dollar miqdorida mablag' sarflangan. Bu mablag'lar nafaqat inshootning sifatli qurilishi, balki unga zamonaviy jihozlar va texnologiyalar o'rnatishga ham yo'naltirilgan. 3 qavatli binoning har bir qavati o'ziga xos funksiyaga ega. Birinchi qavat supermarket, ikkinchi qavat tibbiy markaz va uchinchi qavat restorandan iborat. Majmuaning ochilishi albatta yangi ish o'rinlarini yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadbirkorlik majmuasi orqali jami 60 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Bu o'z navbatida nafaqat Oqqamish aholisiga, balki yurtning boshqa hududlaridan kelgan ish izovchilarga ham imkoniyat yaratadi. Bu kabi tadbirkorlik loyihalari nafaqat yoshlar uchun yangi imkoniyatlarni ochadi, balki hududlarda ijtimoiy barqarorlikni saqlashga va iqtisodiy rivojlanishga turtki beradi. Shunday qilib, har bir yangi majmua va yangi ish o'rni o'z navbatida yurtimizning kelajagi uchun qo'shgan katta hissadir.